Vatandan kelgan uchurlar. Xitoy Uyg'urlarni xitoylashtirish harakatini davomlashtirmoqda. 2021-yili 5-oyning 12 kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Sharqiy Turkistonda milliy madaniyatga munosabatlik buyumlar cheklanmoqda. Milliy yo'sindagi parda, dasturxon qatorliq narsalar Xotan shahrida xeli baldurla yig'ilingan bo'lib, aholilarning dasturxon silib, supida o'ltirib tamoq yeyishi cheklangan. Faqat ustal o'rindiqda tamoq yeyishga majburlangan. Kishilar Uyg'urcha karvatlar cheklanib, Xitoycha usuldagi karvat ishlatishga majburlangan. Har kuni degudek tozliq tekshirishni bahona qilib, uy aqtiriladigan bo'lib, aholi komitet xodimlari yotgan ko'rpalarning orasiga qo'l tiqib tekshirdi ekan. Mushuni bahona qilib, biror narsa yo'shirib qo'ydimi, yo'qmi deb hamma yerni tekshirdi ekan. Hozir kishilar o'ylarining o'gizlariga biror tal yog'ochchaqliq narsa qo'ysa bo'lmaydi ekan. O'gizlar supurilgan bo'lishi kerak bo'lib, kameradan o'gizlarmi kuzatilib turdi ekan. Xitoy doiralari Uyg'ur faoliyatchilarining tuqqanlarga qarta jamiyatdan tamoman yetim qoldirish siyosatini qo'llanmoqda. 2021-yili 5-oyning 7-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoylar Sharqiy Turkistonda Uyg'ur faoliyatchilarining tuqqanlarga qarta vahshiyona hujumga o'tishni qaror qilgan bo'lib, Qashqarni sinoq qilgan asosda vatan sirtidagi faoliyatchilarning oila tavobatlari va yaqin urug' tuqqanlarga qarta jamiyatdan ayirish jazosini qo'llanishni boshlagan. Ya'ni yezi-kent, shahar bozorliq aholi komitetlarida har dushanba o'tkaziladigan bayroq chiqarish marosimida ularni ayrim turg'izib qo'yish va ularga salom soat bordi-keldi qilganlarni o'zini tekshirish va ular bilan qayta salom soat bordi-keldi qilmaslik haqida va'da berish, ularga qarta jamiyatdan tamoman yetim qoldirish siyosatini qo'llangan. Urumchidagi Yo'pirg'i mahallasi masjidi va Islom universiteti orqa ko'chasidagi masjid chiqib etilgan. 2021-yili 5-oyning 7-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Urumchi shahri Tangritog' rayonidagi Oq masjid, No'g'ay masjidi va Cho'ng bozor masjididan boshqa hamma Uyg'ur masjidlari taqalgan. Urumchidagi Yo'pirg'i mahallasi masjidi va Islom universiteti orqa ko'chasidagi masjid chiqib etilgan. Bu Ramazondami Sharqiy Turkistonda hech bir tarovih namozi o'qilmagan. Qashqar Heytgoh oldidagi heytliq samo uchun Xitoy doiralari kent mahallardan son belgilab mashq qildirgan. Urumchidami shundaq tashkillik samo o'rinlashtirgan. Tutqun qilish harakati may oyidan boshlab butun vatanimiz miqyosida umumiyuzlik yo'lga qo'yilgan. 2021-yili 5-oyning 7-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, G'uljini nuqta qilib turib boshlangan tutqun qilish harakati may oyidan boshlab butun Sharqiy Turkiston miqyosida umumiyuzlik yo'lga qo'yilgan. Asosliq tutqun qilish obyektlari ilgiriki tutqunda amon qolgan, qaytib chiqqandan keyin Xitoyning ishga o'rlashtirgan zavodlarga berib ishlashdan bosh tortgan, sababsiz 2 qatimdan ortiq bayroq chiqarish faoliyatiga qatnashmaganlar, yerlari tartib elingan dehqonlarning 14 yoshdan yuqori to'liqsizni tugutib o'qishdan to'xtab qolgan farzandlari, bultur oliy maktabni bitirib ish kutib turgan yoshlar bo'lgan. Yangi Zelandiya Xitoy hukumati bilan quyuq munosabat o'rnatishni xohlaydi. Yaponiya vaqti gazetining 7-maydagi xabarda deyilishicha, Tinch okean diplomatiya ministri Yangi Zelandiya hukumatining Xitoy bilan texmi yaqin munosabat o'rnatib, savdo munosabatidan olqib, kishilik huquq masalasida ixtilofga yo'l qo'ydiganligini bildirgan. Yangi Zelandiyaning Xitoy hukumati bilan asosliq savdo munosabati bor bo'lsa-mu, lekin Oktabrda 2-chi qatim vazifaga o'tirgan bosh minister Jasinda Ardern Xitoyning Uyg'ur masalasi va Hong Kongdagi kishilik huquq tafsirchiligi to'g'risida ayblagan va Beijingning ogohlantirishi qaramay
Tayvanning Dunyo Sahiya Tashkilotiga qatnashishni qo'llagan. Bultur vazifaga o'tirgan tashqi ishlar ministri Mahota oldingi oyda Amerika, Angliya, Kanada va Avstraliyani o'z ichiga olgan 5 davlat axborotining rolini kengaytirishdan bearam bo'lganligini, bu 5 davlatning kishilik huquq jihatdagi yetakchi kuch bo'lishining hojati yo'qligini aytgan. Adidas kelgusi istiqboli uchun Xitoyning boyqutiga pisand qilmadi. Reuters agentligining 7-maydagi xabari qaraganda, Germaniya tantarbiya kiyim-kechak shirkati Adidas Xitoyning 3-oydagi boyqutini o'z mahsulotiga qisqa muddatlik ta'sir ko'rsatdi deb qarab, 2021-yildagi setish mo'ljarini o'stirgan bo'lib, ular cho'ng tipdagi tanarkat musobaqasining asli kelishining mahsulot ehtiyojini oshiradiganligini taxmin qilgan. Adidas dastlabda ehtiyojning shiddat bilan tuvallab ketganligini bayqagan bo'lsa-mu, lekin setish asosda asli kelib, yaqinqi bir necha hafta ichida Xitoydagi setilish endisi sababidan tushib ketgan Adidasning pay bahasi 8,2% o'sgan va Germaniya ko'k o'zak ko'rsatkichidagi eng cho'ng payda og'ichi bo'lib qolgan. Xitoy Uyg'ur huquqini tekshirishni keyniga surdi. Amerika ovozining 11-maydagi xabari qaraganda, Xitoy hukumatı Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarni chorshanba kuni o'tkaziladigan G'arbdagi bir qancha davlat va huquq tashkilotlari sohibxonligidagi Uyg'ur kishilik huquq yig'iniga qatnashmaslikka chaqirgan bo'lib, kona odati bo'yicha o'zining Sharqiy Turkistondagi razil qilmishlarini rad qilgan. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti o'mga bayonot e'lon qilib, tap tortmasdan Sharqiy Turkiston vaziyatini tarixdagi eng yaxshi, eng muqim vaziyat deb bildirlash bilan birga, Amerika va uning ittifoqdoshlariga Sharqiy Turkiston masalasidan foydalanib, Xitoyda qalayimqanchilik paydo qilmoqchi deb bo'hton chaplagan va Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi Sharqiy Turkistonga oid yig'inning amaldan qoldirilishini talab qilgan. Amerika, Angliya, Germaniya, Kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti, Xalqaro kechirim tashkiloti va Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq bir qancha davlat va tashkilot Xitoyning qarshiligiga qaramay bu yig'inga ovoz qo'shgan bo'lib, Angliyaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq bosh elchisi Barbara Woodward Sharqiy Turkiston vaziyatini davrimizdagi eng og'ir kishilik huquq krizisi deb atagan. Olma ta'minlash zanjiri Sharqiy Turkistondagi majburiy emgak bilan chetishliq ekan. Hindistondagi Tibet xabarlar to'rining 12-maydagi xabarida deyilishicha, fan-texnika magnati bo'lgan olma shirkatini ta'minlaydigan 7 shirkat Sharqiy Turkistondagi majburiy emgak bilan aloqador deb ayblangan bo'lib, bu 7 shirkatning 6si Xitoy hukumatining majburiy emgak bilan ta'minlaydigan programmalarga qatnashgan. Ilgari mushunga o'xshash voqealar bilan ayblangan olma shirkati hozirga qadar o'zining majburiy emgak qarta keng qo'rsoq siyosati borligini izchil bildirib kelgan bo'lib, 2020-yil 3-oyda Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni olma ta'minlash zanjirining Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik ekanligini bayqagan. Dunyodagi 50 ta'siri eng kuchli lider. Amerika Diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkel Amerikada chiqadigan boylik jurnalida dunyodagi 50 ta'siri eng kuchli lider tizimligi ko'rgazilgan bo'lib, 1998-yili Amerika hukumatining panohligiga erishgandan beri dongli kishilik huquq rahbari sifatida nom qozongan. Nuri Turkel o'tgan yili Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosi tarafidan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari bo'lib tayinlangan va parlamentning Sharqiy Turkistondagi majburiy emgak chetishlik tovarlarni cheklashiga turtki bo'lgan. Nuri Turkel bir Uyg'ur bo'lish sifati bilan hozirga qadar Uyg'ur davosida aktiv xizmat qilib kelmoqda. Turkiyadagi Uyg'ur o'quvchilarga tablet elib berish safarbarligi yaxshi unum berdi. Doktor Erkin Sidiq boshchiligidagi Uyg'ur Project fondi Uyg'ur Yar fondining chaqirig'iga ovoz qo'shib yiqqan iyonning oxirgi miqdoriga 19 dona tablet sotib olib, iltimos qiluvchi Uyg'urlarning adresiga avatib berilgan. Ramazon oyida jami 31 dona tablet avatib berildi. Turkiyadagi Uyg'ur o'quvchilarga tablet elib berish safarbarligi bugungacha yaxshi natija bilan davomlashib,
jami 130 dona tablet Uyg'ur farzandlarining qo'liga tekkan. Taleyliklarning gunohkorlik tuyg'usi. Hozirgi zamon psixika ilmida hayot qolganlarning gunohkorlik tuyg'usi deydigan bir atalg'u bo'lib, bu atalg'u 2 Dunyo urushida hayot qolganlarda, bo'libmi 2 Dunyo urushi mezgilida Germaniya natsistlarining irqiy qirg'inchiligidan hayot qolgan Yahudilarda ko'rilgan psixikalik o'zgarishlarni kuzatish natijasida o'ttirg'i chiqqan bo'lib, shuningdan keyin bu haqda izchil tadqiqotlar elib berilgan. Undaqda hayot qolganlarning gunohkorlik tuyg'usi qandaq bir tuyg'u? U qandaq ahvolda paydo bo'ladi? Kimlar bu hayot qolganlar qatoriga kirdi? Uning konkret alomatlari nimalardan iborat? Hayot qolganlarning gunohkorlik tuyg'usi deganimiz xatarga yoki tahdidga yo'liqqan insonlar ichida hayot qolganlarda paydo bo'ladigan gunohkorlik tuyg'usi bo'lib, u asosliqi ma'lum fojialik voqeada hayot qolganlarning u fojiada zaxmi bo'lib yoki o'lib ketganlarning hayotini qutqizish uchun bir ish qilolmaganligi sababidan paydo bo'lgan o'zini ayblash tuyg'usi bo'lib, u ba'zida talayliklarning gunohkorlik tuyg'usi deb ataladi. Hayot qolganlarning gunohkorlik tuyg'usi odatda urush, tabiiy ofat, qatnash voqeasi qatorliq har xil xatar yoki fojialarni boshdan kechirgan. Biroq o'zlari zaxmiga uchramagan yoki hayot qolganlarda ham shundaqla urug' tuqqan va do'st birodarlarning xatar, tahdid va fojialarga duch kelayotganligini ko'rib, anglab turib, uning uchun hech ish qilmaganlar orasida paydo bo'ladi. Bundaq deganlik hargizmo zaxmiga uchramagan va yoki hayot qolganlarning hammasida shundaq tuyg'u paydo bo'ladi yoki paydo bo'lgan u tuyg'uning darajasi o'xshash bo'ladi deganlik emas. Ba'zilarda yengil bo'lsa, ba'zilarda ahvol biroz og'ir bo'ladi. Ba'zilarda tez bo'lsa, yana ba'zilarda asta-asta paydo bo'ladi. Yana ba'zilarda bo'lsa, u xil tuyg'u uncha aniq bo'lmasligi mumkin. Hayot qolganlarning gunohkorlik tuyg'usining konkret alomatlari tuvandikicha. Birinchi, zaxmi paydo qilgan hodisa va yoki fojia yuz bergan naq maydon ko'z oldidan ketmaslik. Ikkinchi, zaxmi paydo qilgan hodisa va yoki fojia to'g'risida haddidan ziyoda o'ylash va yoki ularni o'ylashdan o'zini to'xtata olmaslik. Uchinchi, kayfiyati oson buzilish va oson yoki sababsiz ochiqlanish. To'rtinchi, chorsizlik va yolg'izlik his qilish, umidsizlanish, tushkunishish. Beshinchi, o'zini ayblash va o'zini inkor qilish. Bir tarafdan o'zini yetarlik tirishchanlik ko'rsatolmadim deb ayblasa, yana bir tarafdan men nima qilsam bekor deb o'zini inkor qilish. Oltinchi, qo'rqinish tuyg'usi paydo bo'lish va ro'y kayfiyati qalaymaqon bo'lish. Yettinchi, mag'dursizlik his qilish va yoki harakatlantirgich kuch kam bo'lish. Sakkizinchi, hayotdan huzurlanolmaslik, har doim ziddiyatlik tuyg'uda bo'lish. Bir tarafdan o'limdan boshqasi tamasha deb o'ziga tasalli berib, o'zini hayotdan huzur elishga da'vat qilsa-mu, biroq orqadanla zaxmi paydo qilgan hodisa va yoki fojialar ko'z oldiga kelib, har xil ko'ngil ichish faoliyatlaridan voz kechish va yoki o'zini inkor qilish. O'zi yoqtiradigan muzikani anglab yoki o'zi yaxshi ko'radigan konsertni ko'rib, yerimiga kelganda ushtum-tut o'zining qilayotgani xato deb qarab, darhol uningdan voz kechish, hatto boshqalarning shunday qilishini ayiblash va ularga qarshi chiqish. 9-chi, uyqu benormal bo'lish, ya'ni ba'zida ko'p uxlash, ba'zida uxlay olmaslik, davomli qabohatlik tush ko'rish, yerim kechada ushtum-tut uyg'onib ketish. 10-chi, bosh yoki muskullar og'rish, doim rohatsizlik his qilish. 11-chi, sababsiz ko'ngli aynish va yoki oshqozon og'rish. 12-chi, ishtahasi benormal bo'lish, ba'zida ko'p tomoq yesa, ba'zida tomoq yegisi kelmaslik. 13-chi, ijtimoiy aloqani ozlatish, boshqalardan o'zini qochirish, yolg'izlikni xohlash. 14-chi, o'zini o'ldirib olish xiyoli paydo bo'lish yoki o'zini o'ldirib olishni o'ylash. Undaqda Uyg'urlar ichida kimlar hayot qolganlar yoki talayliklar hisoblanadi?
vatanda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikdan qutulib, erkin dunyoga chiqqan lager shohidlari va gerçi lagerlarda yetib baxmagan bo'lsa-mu, vatandagi fojialarga shohid bo'lgan va vatandan ayrilib, erkin dunyoga qochib chiqqanlarning hammasi hayot qolganlar hisoblanadi. Undan boshqa vatanda urug' tuqqanlari, do'st birodarlari o'ldirilgan, lagerlarga qamalgan va yoki har xil jazolarga uchirgan. Ammo o'zlari vatan sirtida bo'lg'achqa, u fojialarga duch kelmagan. Jumladan vatan millatning ahvoliga ko'ngil bo'ladigan, millatning taqdiridan andish qiladigan har bir Uyg'ur talayliklar hisoblanadi. Muhojiratdagi har bir Uyg'ur agar vatan ichida bo'lsa, vatandagilar duch kelgan fojialarga yo'liqishi mumkin bo'lg'achqa, agar vatandagi vaziyat yaxshilanmasa, urug' tuqqan do'st birodarlar u fojialardan qutula olmasa, vaqtning o'tishi bilan ko'p sondagi Uyg'urlarda ozdir ko'pdir hayot qolganlarning gunohkorlik tuyg'usi yoki talayliklarning gunohkorlik tuyg'usi paydo bo'lishi mumkin. Agar biz muhojiratdagi Uyg'urlarning psixik ahvoliga yaqindan diqqat qilsak, bir qism qarindoshlardagi hayot qolganlarning gunohkorlik tuyg'usini farq etmak uncha qiyin emas. Masalan, har xil ijtimoiy taratqularda bir qism qarindoshlarning kayfiyatining oson buziladiganligini, nihoyat oson ranjiydiganligini, xafa bo'ladiganligini va yoki sababsiz ochiqlanayotganligini har kuni degida ko'rib turmiz. Ba'zi qarindoshlar agar hayotida yuz bergan xo'shallik ishlarni va yoki o'zi yaxshi ko'radigan muzika va san'at kechiliklarini ijtimoiy taratqularda boshqalar bilan o'rtoqlashsa, ba'zilarimiz darholla ta'ni so'zlar bilan ularni ayblaymiz yoki o'zimiz burun huzurlanadigan har xil ko'ngil ichish faoliyatlaridan burunqidek huzurlana olmaymiz. Doim o'zimizni ayblaymiz yoki chorsizlik his qilamiz. Dunyoning adolatsizligidan, boshqalarning bizga yordam qilmaganligidan shikoyat qilamiz. Oxirida hamma narsadan umidimizni uzib, ig'ir darajada tushkunlikka cho'mishimiz, nima qilishimizni bilolmasligimiz mumkin. 2018-yili to'rda ilib berilgan bir qitimliq ray sinashga qatnashganlarning 4% doim o'zini o'ldirib olishni o'ylayman deb javob bergan bo'lsa, 19% ba'zi vaqtlarda o'zimni o'ldirib olishni o'ylayman deb javob bergan bo'lib, jami 23% odam o'zini o'ldirib olishni o'ylab baqqan. Bu nisbat Amerikada o'zini o'ldirib olishni o'ylab baqqanlarning nisbatidan taxminan 6 hassa yuqori bo'lgan. O'zini o'ldirib olishni o'ylagan ba'zi qarindoshlarning bildirishicha, ota-onasi ularni ming bir mushaqqatda beqib cho'ng qilgan bo'lsa-mu, biroq ularning beshiga dard alam kelganda ularning yenida bo'la olmagan. Ular uchun hech ish qila olmaganligidan bak o'kingan va shu sababdan hayotini oxirlashtirish orqali u azobdan qutulishni o'ylagan. Bu tipik hayot qolganlarning gunohkorlik tuyg'usi bo'lib, ishonamanki, bu xil tuyg'udagi qarindoshlar muhojiratdagi Uyg'urlar orasida hargiz oz emas. Undaqda biz qanday qilib bu hayot qolganlarning gunohkorlik tuyg'usidan g'olib kela olamiz? Muhojiratdagi Uyg'urlar orasida hayot qolganlarning gunohkorlik tuyg'usining paydo bo'lishining asosliq sababi vatanda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik bo'lib, u oxirlashmaguncha, xalqimiz haqiqiy turda erkinlikka chiqmaguncha, bizdagi bu hayot qolganlarning gunohkorlik tuyg'usi tugamasligi mumkin. Biroq shundaqdimi, agar biz bu masalani to'nib yetib, uning ustidan chora tadbir qo'llana olmasak, xalqimiz ro'yi jihatdan ig'ir masalalarga duch kelishi mumkin. Agar muhojiratdagi xalqimiz ro'yi jihatda zarbaga uchrasa, umidini yo'qotsa, tushkunlashsa, bu dal Xitoy hokimiyatining umid qilg'ini bo'lib, biz har jihatdan qo'shlab ziyon tortishimiz mumkin. Chunki insonning ro'yi holati va psixikasi sog'lom bo'lmasa, uning tafakkuri sog'lom bo'lmaydi. Tafakkuri sog'lom bo'lmasa, to'g'ri hukm chiqara olmaydi va natijada to'g'ri tadbir elishga ta'sir etadi. Shunga xalqimiz o'zining va vatandagi urug' tuqqan do'st birodarlari uchun ro'yi jihatda sog'lom yashashi
har xil psixikalik masalalardan saqlanishi kerak. Hayat qolganlarning gunohkorlik tuyg'usi ustidan g'olib kelishga tirishchanlik ko'rsatishi kerak. Birinchi, javobgarlikning kimda ekanligi to'g'risida har doim o'zimizni eskartib turishimiz va o'zimizning qo'limizdan kelishicha tirishchanlik ko'rsatishga tirishishimiz kerak. Ikkinchi, ko'ngilsizliklarni yengib, qayg'uni kuchga aylantira oladiganligimiz to'g'risida har doim o'zimizni eskartib turishimiz. Agar biz o'zimizni yo'qotib qo'ysak, do'stimiz emas, dushmanimizni xo'sh qiladiganligimizni to'nib yetishimiz kerak. Uchinchi, bizning hayot qilishimizning bizni so'yganlar uchun eng cho'ng tasalli bo'ladiganligini, agar biz o'zimizni yo'qotib qo'ysak, vatandagilarning umidini yo'qotadiganligini to'nib yetishimiz kerak. To'rtinchi, o'zimizni ayblashning hech ishga yaramaydiganligini to'nib yetishimiz, uning o'rniga qo'limizdan kelishicha harakat qilishimiz kerak. Beshinchi, o'zaro ayblash va o'zaro inkor qilishni to'xtatib, bir-birimizga dastak bo'lishimiz kerak. Oltinchi, zarur bo'lganda psixika doktorga ko'rinib, ularning yordamiga erishishimiz kerak. Oxirda amerikalik dangliq yozuvchi, eng bozorliq kitob avtori Jessica Ortmanning tövendagi so'zlarini ko'pchilikka tavsiya qilamiz. Gunohkorlik tuyg'usi o'tmishni o'zgartirolmaydi. Gunohkorlik tuyg'usi kelgusini yaxshilay olmaydi. Gunohkorlik tuyg'usining ya boshqalarga ya o'zimizga yordam bo'lmaydi. Gunohkorlik tuyg'usi masalamizni hal qilolmaydi. Gunohkorlik tuyg'usi bizning o'zgarish paydo qilish, kuchlanish va taraqqiy qilish iqtidorimizni to'sib qo'ydi. Shunga gunohkorlik tuyg'usidan qutulishimiz kerak. Arik yo'lidagi qismatlar. 3-qism. Manzilga yetish jarayonidagi marafoncha jafo mushaqqatlar. Odiljon va hamrohlari Xitoydan salomat chiqish badaliga har bir odam uchun 10 ming so'm Xitoy puli topshirgan bo'lsa, Laosdan Vyetnamga o'tish uchun quramiga yetganlar $200, kichik bolalar uchun kishi beshiga $100 bergan. Vyetnamdan Kambodjaga o'tish uchun har bir odam o'xshashla $200 topshirgan. U yerdan Taylandga o'tish uchun har bir kishi $300 topshirishga majbur bo'lgan. Odiljonning yana bir do'sti Mamtimin shu chog'dagi ahvolni eslab mundaq deydi. Biz Laosga o'tib ketgicha 7 kecha kunduz osh va uyqusiz qolg'ashqa amalsiz 2 kun turib qoldik. 3-kuni qochoqchi Xitoylar bizni oldirtib tezdan Vyetnamga yo'lga silibdi. Chunki ularni Yunnan chegarasida kutayotgan yana boshqa hijratchilar bor bo'lib, har qaysi davlat chegaralari ichida ana shu Yunnandan Laosga boradigan qochoqchilikning tafovati nihoyat yaxshi edi. Ya'ni Xitoydan bir odamni Laosga elib chiqsalar, $1500 kirim qila oladi. Bunchalik chiqim Vyetnam, Kambodja, Tayland chegaralaridagi tapovatning yig'indisidanmi ishib ketadi. Faqat Tayland orqali Malayziyaga boradigan qochoq yo'lilar eng qimmat bo'lib, kishi beshiga $1300 to'g'ri keladi. Nima degan bilan biz bu yangi yo'lning tunji yo'lovchilari bo'lg'ashqa ta'limimiz o'ngdan kelib, yo tutilib qolmay, yo Xitoyga qaytarilmay, yo turishliq ellar tarafidan etib etilmay salomat manziliga kelib oldik. Biz Laosdan chiqib Vyetnamning g'arbidagi bir tog'liq xilvat kentda 4-5 kun turib qolib, ondan keyin Hanoydan Ho Chi Minhga avtobus bilan bordik. U yerda 2 kecha kunduz talada tunashga majbur bo'ldik. Chunki na pasport, na yo'l xati yo'q edi. Bar pulmo yotoq etishga yetmaydi. Yetsimi hech qanday kimliksiz mehmonxonalarga berish, o'zimizni o'zimiz tutib bergandan boshqa cho'ng ishga yaramaydi. Ondan keyin ma'lum bir kechasi odam beyliklari bilan kelishib, qochoq yo'l orqali chegaradan o'tib
Kambodja tavasiga kirdik. Ondan u yerda 6 kun turgandan keyin bizga o'xshash qechib chiqqanlar bilan uchrashib qoldik. Ular bilan paranglashgandan keyin shu yerdagi odam qochirish bediklari bilan bir muncha talash tortish qilib yurib, kelishib bir kechada Taylandga o'tib ketdik. Biz Taylandga kirgicha chegradagi o'rmonlikda 2 kecha kunduz turib qolgan edik. U yerda osh qoldik. Hatto 65 kilogramlik birimiz 48 kilogramga tushib qoldik. Burun chanmagan harduqlar va uprashlarning ta'siri endi rasmiy ko'rilishga boshladi. Shundaqdimi g'oyat zo'r tavakkulchilik bilan hech qanday rasmiyatsiz Tayland tavasiga salomat kirdik. Taylandda qochoqchilar bilan sherikchiligi bor bir binoda 16 kun turib qoldik. Bir tarafdan bu yerdagi bexatarlik masalasi, yana bir tarafdan Xitoyga qaytirilish xavfi bizni qiynaydi. Shunlashqa u yerda uzun turolmay Bangkokga berib, boshqa insofliroq qochoqchilarni tepib Malayziyaga o'tib ketmoqchi bo'ldik. Yenimizda pulimiz asosan qolmagan edi. Boshqalar bilan o'tni yerim qilishganlarning yanchuqi qurg'udilib qolgan edi. Bu holatda Taylandda davomli turish mumkin emas edi. Chunki biz bilan o'xshash vaqtlarda mushu qochoq yo'li bilan Taylandga kelayotgan bir qarindishimiz Vietnamda yerliklar tarafidan bulang-talang qilinib, barliq dasmoyisidan ayrilib qolgan ekan. U hatto ochliqdan bir tuxum ilib yegidakmi ahvoli qolmaganda ta'liga Vietnamlik bir oila kishilari uningga yordam qilib, uning Kambodja orqali Taylandga utuqliq ketib olish uchun yordam qilgan ekan. Uning aytishicha, ba'zi Vietnamliklar uni necha qitim boshqalarga azon bahoda setib etgan bo'lib, u har qitim utuqliq qechib ketib omon qolgan ekan. Navoda tutilib qolgan bo'lsa, o'ltirib etilish ehtimolining zo'rligini aytganda tenimiz shurkinib ketgan edi. Har holda Alloh bizga unchalik qo'rqinchli va qabohatli qismatlarni ko'rsatmagan bo'lsa-mu, biroq bizmi qattiq qo'rqinish va ig'ir ansizlik, chidog'siz ocharchilik, jondan o'tgan horg'inlik va uyqusizlikning ta'mini ravurus tetib ko'rdik. Shundaqdimi oxirgi manzilga utuqliq yetib kelaligachga yo'lda tortgan jafo mushaqqatlarimizni unutib ketdik. Harduqimizmi bir xil chiqib qoldi. Odiljon boshliq yigitlar Taylandda ozroq aromini ilib, harduq chiqarguncha yanvarmi oxirlashib, fevral oyi kelib qolgan edi. Hozir ularni ikki xil eg'ir andisha chirmib olgan edi. Biri bexatarlik jihatdagi jon qayg'usi, yana biri Taylanddan Malayziyaga o'tib ketgudek yetarlik iqtisod edi. Ular har xil chora tadbirlarni o'ylanib ko'rgan bo'lsa-mu, biroq qo'lida hech qanday salohiyat genishkisi bo'lmag'ach, Taylandda ishlab pul tepib maqsadiga yetolmagan. Bu arada ular Bangkok va boshqa shaharlarda turolmay, janubdagi bepoyon va qo'rqinchli ibtidoiy o'rmonlikqa necha qitim berib, arzon bahoda Malayziyaga o'tkazib qo'ydigan insofli qochoqchilarni izlaydi. O'ylamagan yerdan ular bu o'rmonlikda chegaradan o'tishga puli yo'q, ya kayniga qaytib ijara uylarda turg'udek ahvoli yo'q yuzdak Uyg'urlarni uchirtdi. Bu yerda oylab turib qolgan boshqa Uyg'urlardan hammani so'rab baqqan 5 yigit lassida bo'lib qoladi. Ularmi boshqa chora yo'qligini his qilib, boshqalar bilan birga mushu o'rmonlikda yetib qopib bir mezgil fursat kutishni to'g'ri ko'rdi. Chunki bu chaqda ularning Taylandda pul to'lab ijara uyda turg'udek madori qolmagan edi. Uzundan beri vahimilik va xilali tilsimotliq rivoyat tusiga ega xatarlik o'rmonlik birdilla erkinlik uchun qulluqni rad qilib, tavakkulchilik bilan erkin dunyoga qarab otlangan sodda Uyg'urlarning eng ishonchli bexatar qo'nalg'usiga aylanib qolgan.
azaldan buyon ajdodlari tabiat bilan chiqishib va uni bo'ysundurib o'tgan ulug' millatning pushtimi ona vatanidan jiroqdagi odamning tenini shurkandirgudek turli xatarlar bilan to'shqan vahimalik o'rmonliqni eng yiqishliq va bexatar o'rin qila olgan edi. Balki insonlar buningdan hayron qilishi mumkin. Lekin ular shuni unutib qolmasligi kerakki, bu millat azaldan tabiatga dushmanlik qilib boqmagan. Tabiatdan qo'rqibmi qolmagan. Aksicha cho'lni bo'ston, tog'ni talqon, toshni gulxon qilib, yashig'anli yerida mo'jiza yaratib kelgan. To'limi afsus. Haqiqiy qabihlik va yovuzlik yanada insonligidan tamoman nasibisi bo'lmagan Xitoylar tarafidan keldi. Osh berganga mush berdigan bu pas va qul maxluqlar Uyg'urlarga o'z ona yurtini turma zindonlarga aylantirib qo'ymagan bo'lsa, o'z ziminidan to'limi uzoqda joylashgan Uyg'ur vatanini ishg'ol qilib olmagan bo'lsa, bu qaysar millatning pushti bugünkidek ona yurtida tutqun chet ellarda qoshqunga aylanib qolmagan bo'ladi. Balki insoniyatning yuksalishi va taraqqiyoti uchun o'ziga loyiq to'hfa qo'shib nam qoldirishi tamoman mumkin edi. Chunki bu millat hargizmi Xitoylar bildirlayotgandek döt, qaloq va orqada qolgan millat emas. Dal aksicha German arxeologi von Lekon bundan 110 yillar burun aytgandek, shu davrdagi, ya'ni o'rta asrdagi Yevropa dunyosiga selishtirganda Uyg'urlarning qonun haqidagi bilimi nihoyat ustun edi. Shu chaqda Yevropada faqat bir qancha qal'a yigitlari yeziq va munosib qonuniy iboralar bilan aran to'xtam tuzish saviyasiga yetgan. Halbuki Uyg'urlarda bo'lsa, bir dehqon va bir qo'l hunarvanmi buni biladi. Huquqiy o'lchamlar va qonunlar bo'lsa, yuksak darajada taraqqiy qilgan va mukammal izchillashtirilgan huquq amaliyatining dalili hisoblanadi. Agar bu millatga boshqa ilg'or millatlarga yaratib berilgan afzal sharoit yaratib berilgan bo'lsa, bu aqlli millat hammani orqada qoldirib ilgirilab ketgan bo'ladi. Deginidek qaltis millat edi. Hozir Xitoy taraf bizni qaralayotgan, yasab chiqqan barliq saxta va salbiy obrazlar amaliyotda dal ashu Xitoylarning haqiqiy obrazi edi. Shunlashqa Xitoylar ilg'or va kuchlik madaniyatga ega millatimizning naslini quritib, ondan o'zi Uyg'ur madaniyati bilan qurollanib, o'zining kelgusi bir asrlik dunyodagi darajadan tashqari yegona kuchga aylanish g'arizini ishga oshirmoqchi bo'layotdi. Kashki butun dunyo Xitoyning bu qora niyatini baldurroq his qila olgan bo'lsa-da, Uyg'ur o'g'lonlari usti ochiq turmaga aylangan, o'z vatanidagi zindonda chirib ketmagan mushu yigitlarmi jiroqdagi Tayland o'rmonliqlarida jon qayg'usida qolmagan va shu ellarning qo'lida nahaq etilib ketmagan bo'ladi. Birdilla ikki toshning orasida qolgan yigitlar, nima qilishini bilolmay turgan yigitlar mushu o'rmonliqda boshqa Uyg'urlar bilan 40 kundak yashab yiqib, oxirida tan salomatligi zodili yor bermay, yanala qaytadan Bangkokka qaytib ketib, boshqa chora tepishni tanlashga majbur bo'ladi. Chunki bu o'rmonliqda qochoqchilar ularga ta'minlab bergan quruq guruch sufti o'zgarib ketgan tamsiz va tuzliq ko'ktatlar azaldan o'ziga xos ilmiy oziqlanish va kutinish usuliga moslashib ketgan Uyg'ur yigitlarga zodili yoqmaydi. Hatto oshqozini ojiz bir qancha kishi mushu tufaylidan vaqtsiz qazo qilib ketadi. Bu ishlar hammaylarni qattiq azoblaydi. Tirki vataniga sig'magan Uyg'urning o'likimi ona vatani sirtida mangulik qolib qolgan edi. Yana talay kishilarning jasadlari vatanidan uzoqda to'zib ketishini hech kim to'g'ri faraz qila olmaydi. Shunda qilib
Taylandlıqlarning tamoqlarga zodila ko'nalmagan yigitlar, biroqla mag'duri tugab yetib qilishdan avval bu o'rmonlikdan chiqib Bangkokga qaytib ketib, vatanidan bir amonlar bilan pul soldirmoqchi bo'ladi. Tamoqqa ko'nalmasdan boshqa bu o'rmondagi har xil hasharotlar bo'libmi pashilar sababli ularning badallari to'liq qichishib va ishib orom bermagan edi. Qashligan va tatligan yerlarning terilari zaxmlanib, boshqa qon sho'rg'uchi jonivorlarni jalb qilg'ini texmi yomon bo'lgan edi. Uning ustiga bu yerning nam havosimi ularning tan salomatligini ojizlashtirib qo'ygan edi. Chunki Uyg'urlar yashaydigan joy qurg'oq va issiq joy bo'lib, Sharqiy Janubiy Osiyoning tropik balvig'iga yaqin bo'lgan yomg'irliq va nam o'rmonlik ularga faqatli yoqmagan edi. Ular bu chaqlarda ixtiyorsiz vatanini aslashib, yig'ilishib ketadi. Birer Uyg'urcha naqsha qo'yilib qolsalar, o'zini tutolmay unsiz yosh to'katdi. Shundaqdimi, ularda kuchlik e'tiqod bo'lg'ashqa har kunlik namozlarining oldi keynida va kechalarida Allohga munojat qilib, bu eg'ir va chidg'usiz jafo mushaqqatlardan tezroq xalos qilishini va umrining oxirini ona vatanida hur erkin holda o'tkazishga muvaffaq qilishini to'xtamay tilaydi. Shu vajidan ular inson tasavvur qilg'usiz qiyinchiliklar va krizislar ustidan g'alaba qila olgan edi. Shunda qilib 5 yigit yana boshqa 15 nafar yosh bilan Bangkokga qaytib keladi. Bu qitim ularning ta'liyi yana o'ngdan keladi. Chunki shu chaqlarda vatanimizda bir qism xalqaroliq applarni bemalol ishlatkili bo'ladigan bo'lib, Uyg'urlar shu applar orqali bir tarafdan urug' tuqqanlarini o'zining salomat ekanligidan xabarlantirsa, yana bir tarafdan shu applar orqali aloqalashib, ehtiyojiga yarasha iqtisodni vositliq soldirib, ishlarini olg'a bostiradi. Bu qitim Bangkokga qaytganda Odiljon shu yerda pul yetkash bilan shug'ullanadigan bir tonishini uchirtib kelib, hayajonlanib ketadi. Shunda qilib, pul ishimi hal bo'ladi. Tonishi uningga va hamrohlarga Malayziyaga ketib olgudek pul hal qilib berdigan, ular bu pulni Turkiyaga berib olgandan keyin ondan qaytarib berdigan bo'lib putishidi. Natijada ular rasmiy tayyorlik bilan chegaraga qarab otlanadi. Ular heliqi o'rmonlikni kesib o'tib, Tayland va Malayziya chegarasidagi bir turkum qochoqchilar bilan aloqalashib, u yerdan bir odam $1200 deyishib, atrofni tuman qoplagan bir ketisi tor dengiz bo'g'zi orqali Malayziyaga o'tib ketadi. Odiljonlarga Kambodjada qo'shilgan Korliq Aysajon ko'zini yoshlagan holatda ayni chog'dagi chidg'isiz qiyin vaqtlarni eslab mundoq deydi. Afsus, biz Taylanddan Malayziyaga bag'icha yo'l ustida yana 3 kun yo'shirinib turib qolg'ashqa bak qiynaldik. Chunki bu o'rmonlikda har xil yirtqich hayvonlar va zaharli hasharotlar bor bo'lg'ashqa har kuni navbatlashib post turatdik. O'yg'onganda har xil qon sho'rg'uchi qurtlarning va suliklarning badallarimizni qonitib, zaxmlantirib qo'yganini bayqaydik. Qashlisoq qapiratdi. Yanami qashlisoq yari ig'iz ilib texmi azoblaydi. Soyilga yaqin tuniganlarning ishi texmi tasidi. Chunki bu joylarda timsoqqa o'xshash har xil qo'shmakonliq yirtqichlar bor edi. Biz yangi Kambodjadan Taylandga kirganda avval bir dona 19 kishilik minibusda 50 odam 8 soatda Bangkokga kelgan edik. Ondan keyin 16 kun o'tib Bangkokdan poyezd bilan Malayziya chegarasiga keldik. Afsus, tunji qitimliq safarimiz utuqliq bo'lmadi. Ular o'rmonlikda qoldi. Men 22 fevral Bangkokga qaytib ketdim. Ular pul ishini hal qilgandan keyin oxirgi qitim otlanib utuqliq o'tib ketdik. Biz Malayziyaga borgandan keyinla oldimizga 5 kishilik minibuslar keldi. Biz ashu 5 kishilik minibusga 15 odam qistilib yurib o'rinlashib, 10 soatdek yo'l yurib, ming tasta Kuala Lumpurga keldik. Baxtga qarshi yo'l ustida mashina buzilib qolib, xalqning nazaridan yiroq turish uchun bir qumishliqda
bir kech kunduz yo'shirinishga majbur bo'ldik. Bu jarayonda yanada osh qoldik. Biz o shaharda bir konu tonuşumuzning arzon ijara uyini tepib, tamomilati, pivito, kombakta 15 odam, buning ichida 3 xotin bor. 3 oy turib qoldik. Bu jarayonda yanada sirtqa chiqolmay, uyga solinib yotdik. Chunki Xitoyga qaytirilish xavfi og'ir edi. Shunga sirtqa faqat bir necha tavakkulchi yoshlarla kundalik ehtiyojlar uchun bir qatim chiqib kiradi. 3 oydan keyin bu yerdan yeshiyaga ketolmay 2014-yili 5-oyda o'limni kutib yotgandan ko'ra tavakkul qilib sirtqa chiqib boshqa davlatlarga ketishning chorasini izladim. Biroq chegaradan chiqadigan chaqda tutilib qilib aeroportning tutib turish o'rniga qamaldim. Qerishqandak dal shu chaqda 3 cho'ng kelishmaslik tangli yuz berib, biz birdilla qil ustida qoldik. Vatanimizdagi xalqimizmi ansizlik ichida qoldi. Undaqda Aysajon aytgan 3 cho'ng falokat va kelishmaslik qaysilar edi? Bilishimizcha, oldi bilan 2014-yili 1-mart Uyg'urlar chet elga qochadigan eng bexatar o'tang bo'lgan Kunming shahrida odam chanash voqeasi yuz berib, shu kunila Xitoy taraf bu voqeani Uyg'urlar qilgan deb qarachaplagan. Atsi Xitoylar Kunmingga qochgan. Nadin kelgini noma'lum bo'lgan 17 yoshlik Fatugul To'xti ismli bir Uyg'ur qizni bosh jinoyatchi. Ayni chog'da voqea yuz bergan naq maydonda bo'lmagan ham voqea yuz berishdan 3 kun ilgari, ya'ni 27 fevral Xitoy bilan Vietnam chegarasida chegaradan qechish gumoni bilan tutqun qilingan Iskandar Ahmad, Turg'un To'xniyoz va Hasan Muhammad qatorliq 3 Uyg'urni 1-mart Kunming pichoqliq hujumini planlovchilar deb ayblab, shu yili 11-sentabr ularga o'lim jazosi bergan. Ular norozilik arzi sunib, bu tuhmatni rad qilgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy taraf 2015-yili 24-mart yanala burunqi o'lim jazosini kuchga ega deb jakarlagan. Ikkinchi falokat 2014-yili 8-mart shanba Malayziyaning Xitoyga uchgan aeroplani yo'qolib ketdi. Oqibat hech kimning diqqatini tortmagan Taylanddagi xilvat o'rmonlikda oylarcha panohlangan Uyg'urlar ashu nasbasqan aeroplanni izlash uchun o'rmonlikni keng ko'lamda og'tirishga kelgan soqchilar tarafidan bayqilib qilib 300 nafardan o'shiq Uyg'ur qo'lga olindi. Malayziyadami nurg'un Uyg'urlar soqchilar tarafidan tutqun qilinib, tutib turish o'rinlariga qamaldi. Aysajon ana ashu jiddiy va kaskin vaziyatda tutqun qilinganlarning birisi edi. Oxirgi cho'ng suiqasd va kelishmaslik Xi Jinpingning shu yili aprelda vatanimizning Qashqar va Urumchi shaharlarida tunji qitim ziyoratda bo'layotganida 19 aprel Urumchi vokzalida yuz bergan portlatish voqeasi bo'lib, Xi Jinping shu voqeani bahona qilib, tunji qitim qattiq zarba berish nomida Uyg'urlarni qonunliq bostirishga yo'l yo'riq bergan. Eng yomon bo'lg'ini shu yili 22 may saharda Urumchida yuz bergan Qiziltog' hujumi sababli shu yili 27 maydan boshlab vatanimizda keng ko'lamda davlat terrorligi boshlangan. Qisqagina 3 oyda tartiblik yuz bergan bu bir necha sirliq voqealar tufayli hijratning oltin yo'li deb atalgan Guangxi, Vietnam, Kunming, Laos qochoq yo'llarining taqilib qelishini keltirib chiqargan. Tayland taraf yiliqi o'rmonlikda tutib olgan Uyg'urlarni Xitoyga qaytirib etish haqidagi gaplar ko'payib qolgandan keyin Malayziyada chorasiz va parishon holda 5 oydak turib qolgan Odiljon va hamrohlari tavakkulchilik bilan qorong'u yo'llar orqali Turkiyaga ketish planini jiddiylashtirdi. Natijada bir qitimliq tutqun qilinishdan keyin qayta qo'yib berilgan talayliklar qatoridagi 3 yigit salomat Turkiyaga kelib oladi. Biroq ularning ikki hamroyi davomliq Malayziya turmisida qolib qoladi. Undaqda Odiljon va hamrohlari Malayziyada qanday qismatlarga yo'liqdi? Ondan
qanday qilib Turkiyaga salomat kelib oldi, ondan nimishqa Suriyaga berib qoldi, oxirida qanday qilib utuqliq qaytib keladi? Buningga qiziqsanglar, diqqatinglar keyingi sonda bo'lsin.